bochkalab atir olib kelamiz deydiganlar o'sha brenddan hech qachon Chanel, LV ularga bochkalab atir bermaydi. Hammasi yolg'on. Faqat o'zining upakovkasi bor, o'zining upakovkasida beradi. Ular poddelka atir hisoblanadi. Shvetsiyadan, Fransiyadan olamiz deydi. To'g'ri oladi. Shvetsiyada, Fransiyada katta zavodlar bor, original o'sha atir chiqaradi. Podpolniy zavodlar ham bor. Sifatsiz atir ham chiqaradi, sifatli atir ham chiqaradi. Lekin katta brendlarda, LVda, Chanellarda o'zini zavodida o'zini atir chiqaradigan bo'ladi. Ular katta zavod atir chiqaradigan kompaniyalarga bermaydi. Faqat yangi brendlar yoki qanaqadir kichkinaroq brendlar zavodga beradi. Biz zavoddan olamiz deydiganlar haqiqatan zavoddan oladi, lekin LV ni zavodidan emas yoki Chanel zavodidan olmaydi. Tushundingizmi? U qanaqadir bir o'sha podpolniy zavodlardan oladi. U ham zavod, ofitsialniy, faqat u sifatda emas. Hidi o'xshaydi, lekin originaldagi bo'lmaydi hech qachon. U yolg'on narsaga ishonish kerak emas. Mana mushkambarlar, mana set qilib olganlar, bochkalar nimadirlar, hammasi yolg'on. Original faqat original idishda keladi. Bo'ldi. Uni qanaqadir katta idish yo'q.